Pulga ruju qo'ygan aka o'z ukasiga tegishli bo'lgan uyni sotib yubordi. Ma'lum qilinishicha, Farg'ona viloyati Quvasoy shahrida yashovchi shaxs yaqin qarindoshi uy olmoqchi ekanligini bilib, unga Farg'ona shahridagi 12 sotixli yangi hovlini sotish taklifini bildirgan. Shundan so'ng qarindosh xaridor yangi hovlini 48 ming AQSh dollariga sotib olgan. Firibgarlik yo'li bilan uyni sotgan aka esa pullarni o'z ehtiyoji uchun ishlatib yuborgan. Biroq uyning asl egasi hovli sotilgandan bexabar 2024-yil mart oyida Aloqa bankdan olingan kredit to'lovlarini tugatib bo'lgach, hovlini 140 ming AQSh dollariga boshqa shaxsga sotgan. Shundan so'ng akaning kirdikorlari ochilib, unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Majburiy ijro byurosi Quvasoy shahar bo'limi ish yurituviga jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudining 17-sentyabr 2024-yildagi hukmiga asosan qarzdor fuqarodan davlat foydasiga bazaviy hisoblash miqdorining 400 baravar miqdorida, ya'ni 108 million so'm jinoiy jarima undirish to'g'risidagi ijro hujjati byuroning Quvasoy shahar bo'limi ish yurituviga 17-oktyabr 2024-yilda kelib tushgan va majburiy ijroga qaratilgan. Olib borilgan ijro harakatlari davomida qarzdorga berilgan ixtiyoriy muddat va tushuntirishlar natijasida jarima qarzdorlik to'liq undirilib, ijro hujjati amalda tamomlandi. Har qanday mulk sotayotganda yoki sotib olayotganda uning hujjatlarini tekshirishni, rasmiylashtirishni unutmang. Hatto u qarindoshingizniki bo'lsa ham.